Assalomu alaykum, maxfiy yangiliklar kanaliga xush kelibsiz. Global hayotda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzating. AQSh yordam bermasa nima bo'ladi? Zelenskiyning keskin bayonoti. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donald Tramp va AQSh kongressiga shoshilinch murojaat yo'lladi. Maktubda Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari, ayniqsa Patriot raketa komplekslari keskin yetishmayotganini ma'lum qilgan. Zelenskiyga ko'ra, Ukraina dronlarga qarshi kurashda katta natijalarga erishgan, ammo ballistik raketalardan himoyalanish masalasida mamlakat deyarli faqat AQSh yordamiga tayanmoqda. U Patriot tizimlarini Rossiyaning eng xavfli raketalariga qarshi eng samarali himoya deb atagan. Prezidentning ta'kidlashicha, hozir Ukrainaga yetkazib berilayotgan qurollar mavjud tahdidlarga to'liq mos kelmayapti. Shu sababli AQShdan havo mudofaasi bo'yicha yordamni kuchaytirishni so'ragan. Ma'lumotlarga ko'ra, qurollarning bir qismi NATOning Pro dasturi orqali Yevropa davlatlari mablag'i hisobidan xarid qilinmoqda. Biroq Yaqin Sharqdagi urushlar sabab AQSh qurol yetkazib berish kechikishi mumkinligidan Yevropani ogohlantirgan. Bundan tashqari, The Economist nashri Zelenskiy Ukrainani yana 2-3 yil davom etishi mumkin bo'lgan urushga tayyorlash bo'yicha topshiriq berganini ma'lum qildi. Nashrga ko'ra, uzoq davom etayotgan urush jamiyatdagi charchoqni kuchaytirishi, korrupsiya mojarolari esa hukumatga bo'lgan ishonchni pasaytirishi mumkin. Hamas rahbariyati parchalanmoqdami? Yangi qo'mondonning o'ldirilishi. Isroil mudofaa armiyasi G'azo sektorining shimoliga uyushtirilgan zarbalar natijasida Hamas harbiy qanotining yangi qo'mondoni Muhammad Odih yo'q qilinganini ma'lum qildi. Harbiylar bayonotiga ko'ra, operatsiya uzoq davom etgan razvedka kuzatuvlari va maxsus tezkor ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan. Zarbalar davomida G'azo shahridagi bir nechta terrorchilik infratuzilmasi obyektlari ham nishonga olingan. Muhammad Odih bunga qadar Hamasning razvedka boshqarmasini boshqargan. U may oyida Hamasning oliy harbiy rahbari Iz ad-Din al-Haddad o'ldirilgandan keyin tashkilot harbiy qanoti rahbariga aylangan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu kanselleriyasi Odihni 2023-yil 7-oktyabr kuni amalga oshirilgan hujumlarning asosiy arxitektorlaridan biri deb atagan. Isroil rasmiylariga ko'ra, u Hamas ichidagi eng muhim qaror qabul qiluvchi shaxslardan biri bo'lgan. Eslatib o'tamiz, bundan avval Hamasning yuqori martabali yetakchilari Yahyo Senvar, Muhammad Senvar, Muhammad Deyf va Iz ad-Din al-Haddad ham Isroil operatsiyalarida yo'q qilingan. AQSh va Eron o'rtasida urush qaytadimi? Tramp keskin bayonot berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan muzokaralardan norozi ekanligini ma'lum qildi. Oq uyda bo'lib o'tgan yig'ilishda u AQSh harbiylari jangovar harakatlarni qayta boshlashi mumkinligiga ishora qildi. Trampning so'zlariga ko'ra, Eron mojaroni hal qilishga tayyorligini bildirgan, biroq Tehron ilgari surayotgan shartlar Vashingtonni qoniqtirmaydi. Qo'shma Shtatlar yoki qoniqarli kelishuvga erishadi yoki ishni yakunlaydi, dedi Tramp. Bu bayonot Eron bilan ehtimoliy harbiy to'qnashuv qayta boshlanishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirgan. AQSh prezidenti Eronning yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini topshirish evaziga sanksiyalarni yumshatish taklifini ham rad etdi. Uning ta'kidlashicha, Tehron uranni topshiradi, ammo bu sanksiyalarni bekor qilish evaziga bo'lmaydi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, Eron AQSh bilan dastlabki va norasmiy memorandum loyihasini olgan. Hujjatga ko'ra, Eron bir oy ichida Hormuz bo'g'ozidagi tijorat kemalari harakatini urushdan oldingi holatga qaytarishi kerak. AQSh esa o'z harbiy kuchlarini hududdan olib chiqishi va dengiz blokadasini bekor qilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.